Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turganlaringizdek, bu Cobalt mashinasi hamma narsasi yechib tashlangan. Perda qaytalik kirishga hammasi yechilgan. Bu mashinamiz 2023-yil chiqqan salondan mashinamizda shunaqa muammo bo'lyaptiki, haydab ketgan payt tablo minus bo'lib qoladi. Rasxodlar ko'rsatilgan narsasi. Mashina gaz sezmay qoladi, umuman skorost almashtirmay qolib, zavod bo'lmay qoladi bir xil payti. Buni asl kelib chiqish sababi konteyneridagi simlar nosozligi uchun, shu yaxshi chiqmaganligi uchun uni hammasini almashtiryapmiz. Hammasi qaytadan sim tashaladi. Qaytadan sim tashalgandan keyin unaqa muammo bezovta qilmaydi. Aksariyat 2022-23larda shunaqa muammo bilan ko'p kasalliklar kelyapti, shularni qilib beryapmiz. Agar kimda shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, olib kelsalaringiz bemalol chiroyli qilib beramiz. Va akamiz ham qiynalib ketgan, rost dalniy qatnatgan payti mashinani o'chib qolib, miyalarni sug'urib, akkumulyatorlar uzib, shunaqa haydab yurgan ekan. Shunaqa bo'lyapti deb kelgan ekan, akamizga qilib berik chiroyli qilib. Hamma narsalarni terib, tayyor qilib, ashibkalar o'chirib, akkuratni qilib beramiz. Kimda shunaqa muammolar o'tgan bo'lsa, bemalol qilib beramiz. Adresimiz Toshkent shahri. 95 339 43 43 nomerga telefon qilsangiz, postoyanni ishlab turibdi. E'tibor uchun hammaga rahmat.